Assalomu alaykum aziz yutkuzuvchilar, hammaga xayrli kun. Mana bugun yana kichkintoy video olgim keldi. Ko'ngilga kelgan biogamslar mana bo'lyapti. O yetakda fantarlar sepib turibdi yangi bioreaktorlarga. Yana bitta narsani ulashmoqchi bo'ldim. Mana ko'ryapsizlar, menga pomidor bodring ekib qo'yganmiz, o'zimizda yegani chiqqani. Endi ko'rinadi. Mana bu yerda tuvaklarga biogamsga 100% biogamsga ekilgan. Hammasini ketishi zo'r. O'zimizcha shtativ tayyorlab qo'ydik. Shtoba qarashga udobno bo'lish uchun. Har qanday agregat yo'qlar ham, hamma yo'q steshga bo'ladiganlar ham o'zini uyida hobbiga svejiy bodring yoki pomidorni pishirib yeyish mumkin. Aziz kuzatuvchilar, mana birinchi hosilni ko'ringlar. 100% biogamsda bo'lgan. O'ta go'zal hosil. Endi buni ta'mini ko'ramiz. Tagida yana tayyor bo'lyapti. Endi 1 2 3 4 5 6 tadan har kuniga xudo xolasa 4 ta 5 dan chiqaveradi bu yog'iga. 6 ta tuvakda 1,5 metrga 40 sm joyda bo'lyapti. 1,20 ga 40 sm joyda. Mana 100%